Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Talablarga binoan yana lavhalar boshladik quyonchilik haqida. Doğrusu mana bugun yangi emas, ancha bo'ldi. Furqat Beyni quyonlarni bir obzor qilib qo'yamiz. Andijon viloyati Qo'rontepa tumanida. Quyonlar yoqib qolsa, ukamga murojaat qila olasiz. Telefon necha edi? Telefon 88lik 001 32 78. Bemalol murojaat qila olasizlar. Sotuvda ham bor. Hozircha ukamni faqat Rex urug'lar ekan. Hadi yaqindan. Mana ikkita urug'ochi. Bitta erkak, mana shunisi erkak ekan. Yaqindan olib bering Fazi. Yo'llar sog'lom. Hamma yemlar o'rganga. Qiziqqanlarga mana turishini. Kela Qo'rontepalik yaqin atrofdagilar kelib tomosha qilib ham ketaverasizlar. Yangi zotlarda bular. Yana hozir boshqa rekslar yangi turlardan olib kelibdi ukamiz. Xudo sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bular bo'ldimi Fayzi? Mana akalar, bu Lux Rex Lux ekan, ha? To'g'risi men ham endi o'zim ham endi anchadan beri endi ko'ryapman. Ammo yomon tozasidan ekan. Kattayda zo'r turibdi. Mana akalar. Xudo bo'g'oz, ha? Bu tomosha ekan. Bolalaridan Xudo Buni akalar nemis quyonlari bunday mexni ushlab ko'rsanglar, yaqindan olib bering-da bari. Mexni ushlab ko'rsanglar bilasizlar-da buni. Kimgadir bu oddiy quyonga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin o'zini ko'rsangiz, Xudo zo'r ekan. Yaqinda tug'adimi uka? Xudo O'z qopda. Onlari ham chiqib qoldi. 10 kun, 15 kun saqlab. Zo'r ekan. Bitta yaponiy sachet tashlayapti ekan-da. Bezot taqim yo'q, o'raydi. Oqib mana Oğlan stoygalar turishini jonlar. Maşallah, güzel ekan. Odamga rasul o'rgangan, ha? Mana. Akalar bizga like bosinglar, kommentariy yozinglar, shart emas. Tomosha qilib maza qilib qo'yinglar. Qiziqsanglar mana telefon raqamini qoldirib qo'ydik. Bemalol telefon qilib gaplashib, oldi-berdi qila olasizlar. Bo'ladi. Akalar, bular mana yana bitta Rex. Bu Galoboy rangdan ekan. To'mli Galoboy, sera Galoboydan ekan. Qo'y, bu urg'ochisiniki, bu ham bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Ha, akalar. Mana bu mexi ideal ekan. Mana sizlarga uzoqdagi yaxshi quyonlarni, zotdor quyonlarni mana Andijonning Qo'rontepaga olib kelib qo'yibdi akalar. Furqat Bey mana bemalol bolalardan murojaat qilib boqa olasizlar. Mex yo'nalishida, teri yo'nalishida bular, mo'yna yo'nalishida. Güzel. Ikkovini olyapsizmi? Ushlasang qo'yib oling kelmaydigan quyonlar ekanda. Zo'rlarni Furqat Bey. Shulardan ko'rib ilhomlanib video qilaylik dedinglar. Yemni tanlamay yeyaptimi? Yo'q, tanlamayapti. Furqat Bey bitta yaxshi tomoni hamma yemga o'rgatib qo'yadi yoshligidan. Yapti. Bo'ladi, Furqat Bey nariga. Ana akalar, men yaxshi ko'radigan Rex Gepard ustida. Hozir bu ham zo'r ekan mana. Quloqlari ham katta, chiroyli. Ajjonim, bu erkagida bu Rexlar erkagi. Ya, o'zi ham erkagida. Mana o'zimiz yaqin atrofdagilarga urg'ochisi bo'lsa qochirib beraverasiz, ha? Xudo xolasa bemalol. Bemalol kelishaveramiz. Bizda quyonchilik ko'paysa, quyonchilikni o'rgansanglar, shu ko'paygani hisob bizga, xudo xolasa. Bu ham o'rganish kerak bo'lgan bir hunarda, qo'shimcha daromadda bu. Qarang. Mashalloh. Do'ragan. Buni urg'ochisi bo'g'oz ekan, hashet tashyapti-ki. Xudo xolasa uni bezovta qilmadik-a. Tug'ib bersa, xudo xolasa bo'ladi. Video qilamiz. Kelar mana bunisi Rex Tricolor erkak. Buni ham urg'ochisi bo'g'ozi bor ekan, xudo xolasa. Bo'g'ozlarni bezovta qilmayapmiz. Erkaklarni sizlarga video qilib beryapmiz, zotlarni. Yaqindan olib bering, maşallah. Mexi ham zo'r ekan. Doni yiri-yiridan ekan, o'ziga yarashib turar ekan, ha? Zo'r ekan. Asilbek ukamiz olib qo'ygan, mana Asilbek ukamiz hozir bitta urg'ochisini olib keluvdi. Qochirib beryapti mana Furqat Bey. Xudo xolasa bir oydan keyin sizda ham shunaqasidan ko'payapti-ki. Hammamizda ko'paysa zo'rda. Bor bo'lgani yaxshi, yo'q degandan.
buni baqqandan keyin qanaqa qilib sotaman deyishib qoladida. Oldin ko'paytir, Keyin to'g'rimi? gaplashamiz. Sotilmaydigan narsa yo'q, ayniqsa O'zbekistonda. Ayniqsa vodiyda ishqiboz ko'p-da. 5 yildan beri quyon sotyapmiz. Hali hech bir ko'chaga olib chiqib qo'yib yubormadik-da. Puli arzon pulga sotsang ham barakasi bor-da. Qo'shimcha daromad. Burada boshqa shinshillalar, zo'rlarni olib chiqing ko'raylik yana bor ekan. Ana akalar Rex shinshillalar. Xudo bular ham urg'ochi erkak Ha, bir par. zo'ridan ekan mana. Rosa tinig'idan ekan, mexlari ham zo'r. Bu kastir ekan, kastirni ham yaqindan olib qo'ying. Kastir. Bu zotdan ham ko'paytiraman deyapti. Faqat Rex ekanda, xudo xolasa, Furqatbek. Kastirni ham zo'r chiqargan. Bular aka Rexlarning bitta tomoni bor. 5-6 oygacha oddiy bo'lib turadi. Uncha ko'rsatmaydi-da o'zini. Hali pandalarga o'xshab yoshlik 45 kunligidan ko'rsatib olmaydi o'zini. Bular 6 oy, 7 oy bo'lgandan keyin tomosha qilib o'tiraverasizda. Juda go'zallashib ketadi. Haqiqiy inamarkaligini bildirib qo'yadi. Stoykalarga ham o'rgatib qo'yish kerak o'zi. Turishini. Mashalloh. Bular shinshilasini ko'rmadim. Kastarini ko'rdimmi? Shinshilasini ko'rmadim. Gap bo'lma. Zo'r. Maza qildik mana akalar, xudo xolasa. Bu faqat bizga ishqibozchilikka, Yurgan ekanimizni ko'rsatdik. Jerman aka ham esdalikka olib qo'ygan. Xudo xolasa sog' bo'linglar. Murojaat qilinglar. Xohlagan paytinglar telefon qilib bir-birimiz bilan fikr almashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.